Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, kanallarimiz a'zolari, bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch shahrimizning bir ajoyib mestasida, Toshkent stansiyaga yaqin yerda, Ahmedbog' masjididan dum yaqin 2 qavatli 300 kvadrat metr bo'lgan xonadonlarni sotuvga chiqqan yurtdoshlar. Hozir shularimiz bilan tanishib o'tamiz. Ikkidan azobayna, bir yandan birisi, bir yerdan birisi, o'ngdan chapdan. Tayyor xonadonimiz, yurtdoshlar 300 kvadrat metr yer ham xususiylashtirib sotib olingan sizlar. Toshkent uslubda fasadlar ham travitellar qilib beriladi. Gaz suv svetlardan muammosi yo'q. Sho'shiklar ham qo'yilgan. Paxsalar ham travitellar qilinadi. Belki joyimizda fasadlar ham travitellar qilinadi. Halifallar ham qilingan. Gazina eldinden o'tib turibdi. Gaz sho'shiklar qo'yilgan. Darvozalarni demir darvozalardan paxsalarning ustlari shipratib qilib beradilar hurmatli. Elda bir yerlar steshka bo'lgan, kanalizatsiyalari chiqqan. Svetlar ham gap turibdi. Transportdan ku muammosi yo'q. Şehrimizin ajoyib mestasida joylashgan Toshkent stansiya yoni ham Ahmedbog' masjididan yaqin yerda. Kelgandan bu yerda mashina qo'yadigan mestalari bor. Hurmatli, fasadlar hozircha suvoq holatida turibdi. Aynalar ham ajoyib ramlarni zamonaviy xillardan qo'yganlar. Ham pishgan kalitdan solingan. Hurmatli, 300 kvadrat metr. Kichkina emas. Narxini videomizning oxirida aytib o'tamiz. Hurmatli, bu yerda siz cho'chkani mesası hem şuş koyulgan. Bismillahirrahmanirrahim deb giramiz sizlar. Girgandan dalanımız katta uzun dalan. 3'e 12 metr razmiyda tushgan. Divorlar mo'yishga aboylar qilingan, rakovinalar qo'yilgan, kafellar qilingan. Bu yerda elektrik avtomatlari o'rnatilgan. Har xona uchun отдельный oyoq teri laminat pol, teplый pol qilingan. Birinchi etajimiz, chap tarafimizda lestnitsamiz yog'och lestnitsalardan chiroyli qilib laqlab qo'ydilar. Hamma yerda galagillar qo'yilgan. Sizlar. Patologlarimiz o'rtalarida joy chetlari gipsokardon bilan qoplangan chiroyli qilib. Bu yerda suv sho'chkini mestasi sizlar. Bu yerda rozetka qilchatirlar qo'yilgan. Akkuratni bu yerda rakovinalar o'rnatilgan. Oyoq telamiz laminat pol, eshiklarimiz MDF eshik, bu yerda zali, bu yerda oshxonasi, keyin tarafimizda sanuzyeli, to'rda spalnisi joylashgan. Kanallar ishlar ham o'rnatilgan ishlarimizdagi. Birimiz zal qismi 3'e 620 razmiyda tushgan. Divorlar aboy, mo'yshi, patologlar o'rtalari natija bo'lgan. Madonchilar chetlari gipsokardondan figura qilib, galagillar ham o'rnatilgan, karnizlar ham qisilgan. Tayyor xonadan to'g'ri girib yashaydigan döşashtirib, fasadlarni ham travetin qilib beradilar. Bu yerda teplый pol kollektorlari sizlar halayını açıp ilip koyuşlarınıza mümkün. Birimiz ise aşkhana kısmı. Aşkhanamızda yine farklılar kılıngan. Bunu aylanma kılıp kuhun yemeği biz ötterseniz de buladı. Birimizde yine su, soğuk su, kanalizasyon için toşya taşırgan. Gaz toşyalar gap tuttu. Atapiliniz koyulgan zamanlavi dukkondun atapiliniyle. Stabilizatorları bağlı. Sirkulasyon için nasıl o zaman koyuyorlar. Kanalımız tez kızış için ayaktakilerimiz teplый pol, bilasizlar teplый pol uyini yaxshi qizdıradi. Patologlarımıza geladigan bo'lsak, yine chetlarida galagillar qo'yilgan, o'rtalar natija bo'lgan. Bu yerda aynalarımızdan ajoyib sifatli zamonaviy ramlardan qo'yilgan. Bu tarafimiz ham katta tushgan. Bu tarafimizda spalniya qismi. Xalasangiz buni ham zal qilib, yuqorida masalan spalniya qilib ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida 2 xonasi, bir hovli bor. Endi sanuzyelimiz to'rdagi xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Eshiklar MDF eshik. Chap tarafimizga göre sanuzyelda, ya'ni hojatxona, yuvishxonasi ikkisi bir yerda. Oyoq tellar ham, divorlar ham kafel bo'lgan. Ham teplый pol, chap tarafimizda aresollar qo'yilgan. Patologlar esa plastik, galagillar qo'yilgan. Rakovina, vanna, muntazlar hammasini qo'yib ketganlar, hurmatli. Tayyor xonadon. Birimizde bir xonasıyla birimiz ham razmeri kichkina emas, eni 3,5 tushgan, uzunasi 6 metr razmiyda. Divorlar aboy, arxonada elda tushgan yerimiz. Aboydan ajoyib yarki aboylardan foydalanganlar, patologlarimiz o'rtalarida joy, chetlari gipsokardon bilan qoplanib, galagillar ham o'rnatganlar. Divorlarning ug'ullari sinmasligi uchun ug'ularni qo'yib ketganlar. Rozetkalar bor, tezor uchun. Kulchatillarni ham yaxshiman qo'yganlar. Karnizlar qistirilgan. Hamma aynalar ko'chaga qaragan. Ichana qaragani yo'q. Bog' qismini ko'rsatib o'tsak, o tarafında bog' qismi
Əzləyin. Yalnız bunu baxana, televiziyona xalasaların törünə xalaça barbekü zötüb, tapçan koyub, dəməladan mesta qılıb, naves qılıb versənizlərəm boladı. Həm də ikinci xalatı bilən danışıb ötsək əzlər. Ayaq teylərimi tüklüb pol boğan. Ayaq teyinlə qızadı, registr koyulmalı. Əzlər. Lisinsamız ilə yağaç lisinsalardan şəhərimizin bir əcayib mestasında caylaşqan Axın Muhammed Şitənə yaxın, Taşkent Stengəyə yaxın yerdə. Bir yerimizdən 3'e 6 rəzmiyyədə düşkən. Holumuz bir də 2 xanası var. Həzlə spalnik hızlanız avladı. Erişiklərimiz MDF eşik, nar eşik, koronaları var. Birimiz 620 rəzmiyyədə 3'e aynalar plastik almanlar, registrləri var. İkinci etajımız registrdə qızadı. Patologlarımız nəticə çetləri. Gipsakordun mən kaplanır, qala yerlərəm ornatılır. Tərəfində spalnisi birimiz. 3'e 1 rəzmiyyədə düşkən bu. Aşxanamızın üstü. Birlərim oboy qılınqan. Aynalar əcayib plastik almanlar, registrlərəm var. Hürmetli abunəçilər, hürmetli dostlar, kanallarımız əzaları, havlucayımızın caylaşqan mestasını esnətib ötədən bolsaq, Taşkent'teki yakın yerde caylaşqan Axın Muhammed Şitənə yaxın 2 kvadratlı 300 kvadratmetre boğan havlucayı bilen danışıb ötdük. Narxına toxtalıb ötsək, narxı 90 bin dolar aytılıb durdu. Üstündə gəlişlərdən yeri var. Həzlə mesaj lokasiyası zor. Əcayib yeni köçədə. Həldələr köçələrə əsfalt bulğan. Taşkent'teki dım yaxın Axın Muhammed Şitənə. Həzlə Bakça, məktəb, transport, su, svet, gaz. Hiç nodan muamması yok. Magazinlerim var, aptekeler yanında. Bazaram, çalış bazaram yakın. Acayip mesaj caylaşqan. Kanallarımızda eğer yeni olsanızlar, podpisyasiya qılıb, like basıb, qollab quvvatlab tursanızlar, bizə videolarımızı yeni tarqalıb, vətəndaşlarımıza yetib varsa, bizə arqalı cayasalar, bizə xursənd olarız faydamızı yeyənlər. Həmməyə sağlıq, amanlıq dilimiz. Keyingi roliklərimizdə görüşüncə xeyrlə qalımız.